Assalomu alaykum, Uloqcha go'sht markazi mijozlari. Mana shashliklarimizni har xillaridan bor. Bular mol go'shtidan qilingan. Donasi 8000 so'mdan, bir porsiyada 5 ta bo'ladi, 40000 so'm. Mana bular jigar shashlik, hammasi yangi qo'y jigarlaridan qilingan. Donasi 12000 dan. Mana bularimiz urama, kichkina urama shashliklarimiz. Bularning donasi 10000 so'mdan. Bu yerda mana bu tovuq qanotidan qilingan, qanotcha. Bu qanotchalarning donasi 15000 so'mdan. Bular o'zimizni oldingi Arabon oldida qilinadigan, har doim o'zimizni eski o'sha hammaga mashhur bo'lgan 5 talik qiyma shashliklarimiz. Bularning porsi 25000 dan. Mana bular qiyma shashliklarimiz. Bular ham 25000 so'mdan. Yana bizada shashliklardan boshqa har xil qovurilgan qo'y go'shti, qovurilgan uloqcha go'shti va har xil tovuq qanot son go'shtlari bo'lib, xohlaganingizni chiroyli qilib qovurib beramiz.